Shu yigit xudo xolasa shogirdim, ustoz shogirddan o'tmasa shogird hisoblanmaydi. Hali zo'r bo'lib ketadi bu yigit. Girjasini oldirib tarash kerak-da. Nech pul deysiz? 72 diyorum. Buni moshinda 20 dan pastiya savdolari bitadi. Men birdan bo'ladiganini so'rayman dedim. Bo'ladi desangiz 45 million so'm beraman, olib qolaman. Pul olib chiqing dedi. Olib chiqing, 1 million bo'lsa ham olib chiqing. Ko'pchilik u 100 millionlik mashina 120 million qiladi. Ilohim shu onaxon o'sha 5 ta farzandini boshiga sog' bo'lsin. Ha, olmayman mashinani. Aka. Xo'p, kimdan ekan? O'zingizdan, ha? O'zingiz nomingizga. Gen chiqadimi bundan qisqasi? Ha, gen chiqsa bu. Muhimi shu. 2006 ha? 5 mi yo? 2005 soni stran bilan. Maqol borki, kichkina bizni ko'tarib olamiz. Radna joylari bor ekanmi buni? Yo'q. Polni kraska. İşte bagaj bo'lganmi deyman. Bagajdan. Orqasi qanday ekan? Ha, usleterlar buyoqqa qimirlagan. Ha, qancha. Orqasi yaxshi, ildaydan. Har doim. Eko past deb beribdi-da, o'rta deb. Kira polni kraskali ayaqdagilar ham ko'rganmi deyman-da. Bular sariq tomon radnoy deb hisoblaymiz, tomonidan pastga bosh. Tulaganda lekin o'zim Mayli. keldim. Chaqqa borgandim aka. Ya chaqqa borish ham shart emas. Nech pul deysiz? Endi men ko'nglim 30 deyapman. Sotilishini nech pul deysiz? Sotilishi 25. Kecha bitta oluvdim, 2005 da, kechga olingani ham. Oq. 2007 da. Lux kansionerlar ham ishlab. Ha, kansioner ham ishlashiydi. Oqida 21 million olindi. Lekin mashinani yomon taxlagan ekan bala. Uni o'zidan ham bitta oldi zo'rini kecha. Ha. Oldi faqat kraska. Shunday. Kecha ko'p bala Nexia olindi. Mashin kam keldi-yu, Nexia ko'p keldi. Kelgani Nexia bo'ldi. Mayli, shu mashin aka. Uni narxlay olmaydi. Instagram ko'rib borapsizmi? Yondasan-da ko'raman. Shunisi bo'lmaydi-da. Endi Instagramda yotib video ko'rsam Yo'q, ishni o'zingiz qiling. Mani videomda 1 kunligini ko'raman desangiz, bor yo'q 12 minut, 13 minut vaqtingiz ketadi. Bir kunga olib 12 minutlik yo 13 minutlik video qo'yaman. qisqa bo'ladi. 15 minut bir nos chakib perkur qilasiz-ku. Yo'qmi chakishda? Tish sarg'ayib ketibdi-ku, chakasiz, yolg'on gapirmang. Bundan chakishdan Nima uchun yuribsiz o'zi? Bu ham bo'lmasa, bu ham bo'lmasa. Hazillashaman. Nasrlarni ko'taring. Qarang, men ham xuddi shunday sizda. Malades, mo'min yigit shunday bo'ladi. Lekin hammasini ham eplash bir xilga qiyin. Nima bo'lgan taqdirga ham mashinada didiz baland ancha. Aytilishi ham ancha baland. Rosti bir guning aytaman. Baland parvoz narx kerak emas. Bo'ladigan. Sizni aldab mashinangizni olish niyatim yo'q. Buni mashinada 20 dan pastiya savdolari bitadi. Siz hozir kamiga ham 20 sotaman deb kelgan odam. Lekin buni 20 olmaydi. Rosti guning. Polni kraska salgina istarasini ham yo'qotib qo'yibdi mashina. 2005. Agar dadil gaplashib so'rang, aka mayli sotgani keldimmi siz so'rayman. Bir narxini aytsangiz shunga qarab anaqa ish qilaman dedim. To'g'risini aytsam 20 dan kamiga menga ham sal. Uni bilib turibman, siz kamiga 20 sotaman deb kelgansiz. Uni aytib turibman o'zingizga ham. 20 olmaydi buni lekin. 20 endi qiyinroq bular. Lekin mayli kelishtirib olaman. Kelishtirmasi olmayman emas. Buni boshqa mashina almashtirmoqchi edim o'zi. Mayli, omon bo'ling. Yig'gan pulim yo'q edi aka. Shuning uchun qancharoq balandroq bo'lsa ham bir yaxshi bir mashina olaman. Xo'p, buni sotib mashina olaman deyapsiz. Kreditga bo'lsa ham. Ha, olmayman mashinangizni. Aka. Aka, bundan yaxshisi yo'q. To'g'ri tushuning, kreditga o'zingiz urib balo bormi sizga? Olmang. Aka, bitta narsani aytaymi? Oltinning qadrini zargar yitirgandan keyin sezadi-da, "Ya, meni oltinim bor" deb. Keyingi kelgani temir bo'ladi, unga shakl berib bo'lmaydi. To'g'ri tushuning, mana bu bor-da. Odamlarning gapi bilan komfortni his qilmang. O'zingiz uchun komfort his qiling, shu piyoda bormayapsiz. Men hozir buni olaman. Xo'p, mayli 18 olarman, 17 olarman, ozroq guringlashamanda savdoni bitiraman. Siz yana keyin kreditga mashina olaman deyapsizmi? Keyin
ko'ramiz-da, vaziyat. Yo, olmayman kredit kelsangiz olaman. Agar kreditga oladigan bo'lsangiz, mendan olmang. Men bunizni olib qo'yib, mashina olmoqchisiz ham mendan olmang. Maslahatni mendan oling, lekin kreditdan mendan mashina olmang. Maslahatim. Erta qiynalasiz. Mana bu mashina sizga hozir eng zo'ri Tahoya bo'lsa, Tahoyadan ham zo'r o'zizniki. Nima qilasiz kreditga lop etib kirib olib? Bo'ldi endi. Bunchalik ham ana bo'lmaylar. Borini qadrlash kerak. O'zbekmiz, musulmon yigit o'zini qarzga olib borib tiqmaydi. Hozir bir gap aytdingiz. Bundan yo'q, bundan yo'q, bundan yo'q, boyagi ham yo'q dedingiz. Lekin hozir hammasidan batarini qilyapsiz-ku kredit olib. Undan ko'ra ichak yuring topganingizga. Kredit to'layvergancha. Bo'lmaydi, yaxshi narsa emas. Olmang. Agar mayli aka sotaman, pul kerakli uchun siz olaman mashinangizni. Gapimiz arimas. Nechinchi yilsiz? 7. Ha? Ha? Yo'q, boshqa narsalarni gaplashyapmiz hozir biz. Chiqonlar nikoh to'yi haqidagini gaplashyapmiz. O'zini pulini bo'lib to'lash. Kredit emas, rassrochka oling. Avtosalondan jam yangi mashina mingiz kelsa, misol mana Onyx, Striker, Damas, mana shu mashinalarni rassrochka beradi, o'zini pulini bo'lib to'lash. Ular bir so'm foiz qo'yilmaydi, tushundingiz? Lekin bu yerda hozir qo'lay puli ham yo'q-da. Hozir men mayli shu yigitga to'g'ri tushundimda, boki 18 millionga oldim deydi. Ha? 18 million pul bilan salonga borib rassrochka ololmaydi bu yigit. Mana bu tomoni ham bor. Siz bunday qiling. Ismingiz nima edi? Sardor. Endi xafa bo'lmaysiz, bir ish qilamiz. Xafa bo'lmayman. Endi bozor. Xafa bo'lgan? O'sha. Endi eshiting, bitta maslahat beraman siz orqali ko'pchilikka yetib borish uchun. O'shandan aytaman, xafa bo'lmayman. Qarang, Sardor, ha? Sardor, yosh ekansiz, ukajon, bir narsani aytaman. Umrni to'xtatib bo'lmaydi, pauzasi yo'q. Umrni pulti bo'lmaydi, televizorda pulti bo'ladi. Pauzani bosib, qaytarib kirib ko'rsangiz bo'ladi. Shunday. Hayot o'tib ketaveradi. Oddiy kino ko'rsangiz, o'tib ketgan joyga tashqariga bo'lsangiz, ichingiz qizib qoladi. Nima bo'lib o'tib ketdi o'sha joyda? Uni qaytarib ko'ra olasiz, ha? Hozir keyin qaytarib mana bu Nexia'ni mana shu joyga kelib, aka men sotmayman, kallam keldi deya olmaysiz, tushundingiz? O'sha uchun jon uka, yosh ekansiz. Mana shu hammaga ham siz tengi. Borini boriga qadriga yeting. Odam o'zini o'zligini boridan faxrlanish kerak. Kiygan futbolkangizni rangi shundayligidan uyalasizmi? Bo'ldi, men yurgan mashinangizdan ham uyalmayman. Men qornim borligidan ham uyalmayman, chunki Allohning bergani semiz bo'lsam ham shukr qilaman. Bundan battar bo'lmaganimga. Endi eshiting. Jon do'stim. Qilmang bu ishni. Kredit mayli meni bir aka deb biling. Men sizni taniyman, yetkazib berganasiz. Hozir mashinangizni olsam, meni bu yigitga sotsam, men foyda ko'raman. Men pul dog'anisi bo'lib qolishim kerak u uchun. Menga pul kerak emas. Mayli shunizni olmay ham, savdo ham qilmang. Borini e'zozlang. Siz aytgan gapingiz to'g'ri. O'zimga misol uchun buni tashqi ko'rinishiga o'ylaganman. Misol olgan paytman xuddi shunday edi. Faqat iching komfort deganman. O'zim qara ichiga chexol, tolik, kanallarni to'g'rilab, faqatgina konditsioner qoldi. Qolgan hammasini o'zimga Uylangansizmi? Yo'q, uylanmaganman. Uylanmagansiz. O'zimga to'g'rilaganman. Siz aytgandek o'zimga faqat komfort o'zimga bo'lgan. Buni uyalganim tushunmaydi. Prosta boshqa bir mayli, maza qilib minish uchun chiroyli qilganman, o'zimga qulay qilganman dedi. Bo'ldi aka, minavering. Qarang, hozir davlatga mana bunday bo'ladi. Endi men buxgalterman, buxgalter qilib tushuntirib beraman sizga. O'zi asl buxgalter bo'lsangiz, ikkovimiz bir-birimiz tilimizni to'g'ri tushunishimiz kerak. Meni asl kasbim buxgalterlik. Endi qarang. Xo'p, bitta mashina oldingiz. Shu mashinani o'rniga Cobalt deb tasavvur qilamiz. Misolga. Xo'p, 2025 Cobalt oldingiz. Bu 135 millionga men sizga olib berdim davradan. 135 million plyus yo'q, 17 million, 18 million kirim qildingiz. Men sizga uni ikkilamchi qilib chiqarib berdim. Bo'layotgan narsani aytib beraman hayotda beg'ini. Kredit qilib chiqarib berdim. Oylik to'lovingiz 4 million 800 dan 5 yil chiqdi. 17 million pul berdingiz, dokument mashina bo'ldi. Endi uring uni. 5 million deyinda 60 ga ko'paytiring 5 ta. 300 million bo'ladi, ha? Boya to'lagan 17 million, mana bu Nexia yo'q, ketdi bu. 300 million men sizni qarz qildim, prosta tak. Nima uchun? Cobalt minib turganingiz uchun deyapman. Endi 5 yil tinimsiz 300 millionni to'lab berasiz. Ha, boringki siz ertachyapsiz, 250 million bilan to'xtatdik deydi. Boringki 200 bilan to'xtatdik deydi, ha?
chidolmadingiz aka, dodlayvordingiz. Dodlayvorayotganlar ko'p kelaki, kredit aka, yordam qiling deb kelsa aka. Endi qarang, 200 million topdingiz a? 200 million to'lab bo'lgan bo'lasiz. 200 million topolgan odam Nexia bilan 100 million topolmaydimi? Topa oladi. O'sha 100 million bilan Nexia bilan keling, men sizga xohlagan mashinangizni qilib beraman. Qo'lingizga leshni ustavoriya pulingiz yo'qmi? Qilmang unday. Xo'p. Sardor, xafa emasmisiz? Instagramda sizga ko'p kishi mana shu fikrdan qaytsin deb aytolman. Xafa bo'lmang, xo'pki? Yo'q, nimaga xafa? Jon Sardor. To'g'ri yo'nalish bergan odam. Omon bo'ling, omon bo'ling. Ko'pchilik xafa ham bo'lib ketyapti-da. Shuna borib Gorodilga yozib beryapti, "Ha, sen Instagram qo'yib yubordi" deb. Kecha ham men borib kelyapman. Nima? Bir kishi shuni prosta tushuntirganman. "O, ukajon, shunday qilma, bunday qilma. Sal xato qilsan, buni unday sotma" degan videom uchun borib Instagramga javob berib keldim shu uchun. Ha, sen shaxsiyatga tegib gapirgansiz. Shaxsiyatga tegib emas, bir kishi orqali 3 kishi bilsa yaxshi-ku. Agar men uni undoq uchun qilig'ini bilsam, mashinani savdo qilib olib, unga bitta kreditni ildirib, hayda deb yuboraydim-da. Men to'g'ri tushunadi deb o'yladim-da, to'g'ri tushunmabdi. Ey, polvon, ismi nima buni? Sardor. Sardor? Girjasi bor. Kindiydanmi? Girjasini oldirib tashlash kerak-da. Hozir bilinmaydi, oldirib tashlasangiz. Katta bo'lsa qiyin bo'lmaydi. O'zi katta pul ham so'ramaydi-ku. Nima buni bachchani nima qilib, sog'lom ekansiz, ishlamadingizmi o'zingiz? Harakat yo'qmi? Men o'zim operatsiya bo'lganman 3 marta ichardim. Men o'zim O'zbekmisiz? Yo'q, men lo'liman. Lo'lisiz. Lo'lilar ko'p ishlamaydi-da. Yo'q, men ishlayman. Sharoitim bo'lgani uchun ikkita nogironim bor. Bittasi 15 ga kirgan. A lo'lilar durujbiku bir-biriga. Nima bachchani bunday qilib qo'ydinglar? Sharoitim qiyin. Yo'q, lo'lilar ham mehr ketdimi? Aka. Ha? Boylar ham bor, kamar. Baronlaringiz bor. Aytsanglar, batta-bachcha yig'ib beradi-ku. Baron bormi bu yerga hali ham? Baron o'lib ketdi. Baron o'ldimi? Ma, Bobur. Ana buxgalter hali bitta o'zimi? Buxgalter kelmadimi, Feruz? Hol paket pul olib chiqsin-chi. Buni qarang. Ismi nima dedingiz? Sardor dedi. Sardor. Hoy Sardor, bunga ko'pala pul ketmaydi-ku, aka. Buni bir vahima qilib bachchani bunday olib yurmang-da. Bu grija, oddiy grija, salgina qarashsiz bo'ladi, aka. Salgina qarash uchun o'zingiz ham qilmaydi deysiz-da. Men lo'lilarni yaxshi bilaman, aka. Siz bilmasangiz ham men yaxshi bilaman. Lo'lilar sizlar yoshligimga eshiting. Yoshligimga mana shu 3-4 sinfli paytim sizlar borib men sut, qatiq, qaymoq sotaychi edim. Sizlar yaxshi-ku, pul yaxshi, bir-biriga qarash yaxshi. Kerak bo'lsa o'zbeklardan ham yaxshi, bitta anosiga yaxshi qaraydi. Yetishmovchilik bor ya. Uylar ham, bular lo'lilar hali ham hashar bilan uy quradi, bilasizmi? Bizga u narsalar davnom yo'q ketgan qishloqlardan. Sizlar bitta uy qursanglar, hamma lo'li yig'ilib, paxsa bo'lsa, paxsani otishadi. Bizdan ancha ketganki mehr oqibati qilgan. Sizlar borki mehr oqibati. Men birovning uyiga yashayman, mana Alloh duoga. Men birovning uyiga yashayman. Birovning hovlisiga yashayman, gap to'g'risida. O'zi asli qayerdan sizniki? Asli men Shig'dumakdanman. Asli Qashqadaryolik. Qashqadaryodan. Men birovning hovliga yashayman. U ham bo'lsa-ki bu yerda bo'shatib beryapti u hovlini. Boshqa joyga chiqib ketyapti-da. Men aytdimki, ikkita nogironim bor, sabr qil. Sabr qil. Bir ish qilsa, bir joydan uy qilib chiqib ketaman deganman. Ishonmasangiz odamlardan so'rab ko'rsangiz ham mumkin. Birovda hovliga yashayman-da. Ikkita nogironim bor. Bittasi 15 yoshga kirgan. Bo'ldi, sizni hozir men qarang. Bu ham nogiron bo'lsa. Kakpolojni, Chug'duma, meni keyingi mahallamda eng yomon tomoni, men Chug'dumani juda zo'r odamlarni taniyman-da. Chug'duma toza puli ko'p, puldor xalqda. Mahallalarni ichiga, mana shu mahallalarni eshiting. Men Istiqlol mahalla meniki, Shilva. Sizlardan bitta temir yo'l bog'i eshiting. Men temir yo'lda bog'dagi mahallada turaman. Sizlar bog'iga. Bu tomondagi men bu Qavali mahalla, men bog'. Men bu joy Qavali mahalla deydi. Bu Qavali mahalla, aeroport, Yangi park. 6 ta mahallani shunday ko'tarsangiz, eng boy mahalla Chug'duma. Hammasi tadbirkor, Moskva, keyin Amerika, Koreya tarqab ishlaydi balla. Zo'r pul topadi. Hammasi cho'tki.
Men buni mana bunday qilib qo'ymaydi. O'zingizdan ham nima bo'lganda, pul olib chiqing dedi. Olib chiqing, 1 million bo'lsa ham olib chiqing. Bachcham borib keyin o'rganasizlar. Ey polvon. Ayasi qani buni? Anasi nogiron o'g'ilchamga qaraydi, ikkita nogironni. Bu ham nogiron bo'ladi dedi, kim biladi? Kim aytdi nogiron bo'ladi? Bitta girejaki bu. Yo'q, ayog'i mana buni qarang, buni qilib ayog'i cho'zmaydi. Buni qilmaydi. Ayog'ini Masajlar olib borish kerak-da. Manasiga o'tkazma. Tug'ma nogiron chiqaryapti-da buni. Bekarni aytibdi, qanday tug'ma nogiron chiqaradi aka? Voy polvon. Hozirroq masajlar olib borib harakat qildirish kerak-da. Holati ana bu qoniga virus tushganda, qoniga virus. Ana bu doktor Buni qaysi bloger qilib berdi sizga? buni ana bu doktor Samarqanddan bu odam. Bu mana bu depsibarlardan bu. Shunda mana bu rasmda bloger taxlagan, chunki kartalar bilan buni bloger qila oladi-da. Yo'q, o'zim taxlatdim buni. Odamlar ishonmaydi-ku. Men aytdim-ku, o'lchamni olib boring, o'zim dedim, ishonmasalar dedim. Man kirib ketdi, chiqish qiyin bo'lib qoldi, bilmasam. Pul olib chiqdi dedim, olib chiqsin. Ha, qarating, bachchaga qarating. Keyin men o'zim ham Chug'duma raisiga aytaman, tushundingizmi? Chug'dumani raisiga. Ertalab keldingiz-da, yonimga pulim ham yo'q edi. Hech bo'lmasa bir abitsaroq kelsangiz, pul ishlaychidim. Hali mashinam sotganim yo'q-da. Ana shuni iloji bo'lsa tarqatib olsam. Qayerga qo'ysam? Videoga qo'yib tarqatib olsam. Ya tarqatib yubora olmayman. Aka, siz pul ishlagan keldingizmi, balay zavlatgan Men keldingizmi? o'lchamni operatsiya qildirish uchun, oyog'imni lechani qildirish uchun. Aka, qarang, men sizni imindan sizni hozir telefon nomeringizni olib qolaman, aka. Mana shu nomer. Mana shu nomer sizniki, bitta rasm tushiring Ismoil aka. 95. Men Chug'dumani damkimi bilan ham yaxshiman. Qani nevjilni qaramayapti ekan, sizni o'zingizdan bir gap ham bordir-da. Endi yordam bermaydi. ya qo'ying, mahalla yomonlamay, sizni mahallangiz eshiting, aka. Sizni mahallangiz eng yaxshi mahalla, men bilaman, unday demang. 5 marta bordim, yordam bering, shuni operatsiya qildirish uchun dedim. Yordam bermayapti-da. Mahallamiz joydan kisa qiladi-da. Mahallamizga qaraydi-da. Ko'pchilikda nima qiladi-da. Sizda aholingizga hozir eng Chug'duma eng katta mahallalardan bittasida. Lekin eng puldor mahalla ham, birikayotgan ham mahalla Chug'duma. Budjetga hamma ko'chasi asfalt qilib o'tdi. Biza Istiqlol mahalla, men mahallam opin budjetdan yutolmadi. Lekin Chug'duma opin budjetga kirdimi? Yutadi. Juda bir-biri inoq. Har yil yutadi, maktab quradi, asfalt qiladi, hamma narsani qilib beradinglar. Inoq tupoq xalq Chug'duma. Men 5 ketaman, chunki mana bu anolarga ham mahallalar o'rtasida mana shu opin budjet yig'ilib qolsa, oddiy opin budjetga ovoz yig'ishni o'zidan bilib olsa bo'ladi. Qaysi mahalla qandaylik. Biza eng oxirga yurimiz. Eng birinchi bo'lib Chug'duma yutib chiqib ketadi. Inoqlik uchun 3000 ovoz yig'dik biza, Chug'duma 9000 ovoz yig'gan. 3 barobar bo'ldi. 9000 ovoz yig'dinglar. Qanday shunday aql mahallani siz mahalla bo'lmaydi deysiz? Odamlar bor yordam bermaydi. Yo'q, xudo xohlasa mana shu videodan keyin ko'jon Yaxshi bo'ladi. Hozir men shu Instagramga qo'yaman shu videoni ham, aka. Million bo'lsam pul kerak emas menga. O'g'ilcham shu bo'lsa bo'ldi. Shunday aka, pul uchun qilmayapsiz, otasiz, bilib turibman. Hech kimni farzandi bilan sinalmasin, sinamasin. Lekin bitta narsa, men bitta yaxshi tomoni, hozir nomeringizni olib qoldimki, aka. Bugun kech bo'lgan payti men sizga telefon qilaman, mahalla komdolga chaqiraman, xo'p? Mahallangizga imindan o'zim kirib boraman shu kun. Meni bitta poyez yo'l bag'ay turaman. Imindan sizni mahallangizga kirib borib, sizga telefon qilib, chaqirib, tadbirkorlardan bo'lsa ham shu bachchani davolanish uchun yordam so'rattirtiraman, o'zim iltimos qilib bo'lsa ham, aka. Xo'p? Omon bo'ling, charchamang. Bir ish bo'lib qoldi. Endi iloyim yaxshi bo'lib ketsalarda bir yigit telefon qilyapti. Nimadan ekan? Farg'ona shahridan. Farg'ona shahri hokimiyat yonida turar ekan. Shu yigitni onasi 90 dan oshgan ekan, 5 o'g'il. Pul so'rab telefon qilishmadi.
Endi shunday muxlis borligidan birinchimdan xursandman ham, lekin shuncha odam men deb kelib turibdi, bundan sal ko'nglim o'ksik. Ming bor uzr. Shogirdim savdo qiladi. Onalari sal og'ir oshib qolibdi, juda ko'rgisi kelgan ekan. Aka, xohlasangiz pulingizni beraman, nech pul desangiz, xohlang $10,000 so'rang, xohlang $5,000 so'rang deyapti. Men pul uchun qilmayapman. Keling, onam sizni oldingizgacha yaramay qoldilar, og'ir oshib qoldilar. Agar ulgura olsangiz bir kelib onam bilan 5 minut gaplashing. 5 ta farzandni hozir istaymiz shu, deyapti-da. Endi men istaylab ketishim kerak ekan. Menga pul kerak emas. Endi boraman, Xudo xolasa. Ilohim shu onaxon o'sha 5 ta farzandini boshiga sog' bo'lsin. Endi shu darajadagi muxlis ekan, anchadan beri kuzatayotgan, og'ir oshib qolibdi shu ayol. Shu balani bir olib kelinglar, yo bo'lmasa meni shu balani oldiga Qashqadaryoga olib boringlar. Bir suhbatini olay degan ekanlar, onaxon. O'shanga hozir chiqib ketaman. Mani deb kelibsizlar. Shunga bugun, erta menimcha savdo qila olmayman. Xudo xolasa shogirdim qo'ldan kelgancha kelgan mashinalarni savdo qiladi. Ming bor hammalaringizdan uzr. Yana Akmal aka shuncha odam kuttirib, bepisand qilib chiqib ketyaptilar deb noto'g'ri tushunmanglar. Bu narsani misol men ham xohlamaganman. Endi shu ayolni bir borib ko'rayotgani farzandlari iltimos qilib aytibdi. Endi borgandan keyin bir video qilishga harakat qilaman. Xudo xolasa agar qo'yishsa, qo'yishmasa ham menga onaxon rasmlari ham turibdi. O'shani ko'rsatmayman sizlarga. Endi ular ballar xohlaydi yo yo'q bilmayman. Lekin telefon qilib shunday vaziyat bo'lib qolganini aytishyapti, sal og'ir oshib qolibdilar. Aka, iloji bo'lsa chiqing, ulguring. Nima bo'lganga ham onam bilan bir gaplashtiraylik. Kechdan kuni telefon nomerimni rosa qidirib, qanday yo'l bilan bo'lsa ham topgan ekanlar o'zimning qo'l telefonimni. Shu chiqib shunday dedilar. O'sha uchun yig'dim, akalar shu hammalaringiz issiq demay, sog' demay, suvsasanglar ham, boshqa narsa qilsanglar ham o'tiribsizlar. Kelgan mashinada olay, shu yo kimdir savdosini tomosha qilay deb. Ming bor uzr hammalaringizdan. Bugun erta shunday bo'lib qoldi. Xudo xolasa borib vodiyga subota kuni kelib yana savdo qilishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha, yo bozor kunimi. Endi borsam vaziyat qanday bilmayman. Ming bor uzr, shuni aytaman dedim. Baribir buni Instagramga chiqarishim, yana kimdir chiqib shu imенно men uchun kelaman deyotgan bo'lsa, bugun erta bo'lmayman, lekin Asadbek ukam shogirdim qo'ldan kelgancha savdo qiladi, ketib qolmanglar. Endi buni savdosi bittadan menikiday bo'lmasa ham, hamma shu xalq qo'llasa, shu yigit Xudo xolasa shogirdim, ustoz shogirddan o'tmasa shogird hisoblanmaydi. Hali zo'r bo'lib ketadi bu yigit ham. Qo'llab turasizlar savdosini. Xafa bo'lmanglar, hammalaringizni yaxshi ko'raman lekin. Asadjon, endi savdo qilib turasan. 230 ming. O'zingizdanmizda aka? Yana qog'oz nima bo'lgandi? Bo'ldi. Yana bitta narsa, akani videoga olmaysan. Ishga degan ekansiz. Ishga borgan. Ha, yo'q, mashinangiz nima? Aka, mana tanishimman siz. Borini aytaman. Faqat shunday sal xatolik ketgan. Bir hafta xafa bo'lib yurganlarmi deb. Bir hafta bo'lib yurganlar. Ha? Qaraqsi. O'zim svetoforga to'xtasam orqaga qarayman. Zapasga olinmagan, o'rnatilmagan, biror marta qo'yilmagan. Ko'rdim aka, mashina zo'r turibdi. Olinmagan, balandkulcham olinmagan. Bayaq aytganda shu bitta shaq eganda. Shu xato shu. Salondan chiqqan bo'lsa qanday ishlaydi? Ha bu nuqsonida endi hamma narsa nuqson bo'ladi. Keling. Yaxshilik. Keling aka. Bitta xato o'shlaydi. Sahar yo'l chiqdi. Mana bu motorda issig'i, bu issiqqa dalifga bo'ladi. Akani videoga olmaylar. Aka qayerdan do'st sizniki? Bozor qayerdansiz? Sentrda o'zdanmiz. Savdamiz bitsa keyin aytaman. Bo'lmasa hozir aytsam qarindosh bo'lib qolamiz. Men o'zim bozordanman-da. Nech pul deysiz? 72 deyman. Instagram kuzatib turasizmi? Kuzatamiz. 60-70 ta atrofiga hali. Mashinani ham ko'ring-da. Hamma shunday deydi, mashinani ham ko'ring deydi. Toshkentliklar ayol kishi haydagan deylik, undan ham zo'r haydalganda. Ya ayol kishi haydasa beparasat haydaydi aka. Ya o'sha Qo'lni o'rgatishga qirib chizib tayyorlaydi. Shunaqa chinida bu, o'shanda. Avaylab haydaldi. Akkuratni. Ismingiz nima edi? Sherist aka. Bunday qilaylik aka. Instagram kuzatib tursangiz, narx-navosini ancha bilasiz. Ancha. Chunki bizga Nexia ko'proq keladi. Bunday mashinaga ko'ra Nexia ko'proq keladi. Aytganingizda holati zo'ri ham keladi, azoblab minilgani ham keladi aka. Har xil variant taksi keladi. Faqat 60-70 desa, o'zi 60-70 emas, 50 desa ham o'zi odamlar Kobul Gentra so'rab qoladi.
Shuning uchun kelishtiriblar, narx ayting, men aka kelishtirib so'rayman. Mashinani ham holatini ko'rdim. Ko'rdim aka. Свежий mashin, qiynalmagan, razgom olmagan umuman gaz bilan. Bolani chaychaylatilmagan. Orqa sidinga odam o'tirmagan. Bunisi uncha yurmayganda. Yurmaydi. Orqa sidinga odam o'tirmagan. Ana tez Mashinangiz yaxshi. Yaxshi. O'zingiz ham yaxshi. Puli haqiqiy. Bu shu 70 Puli yomon ekan. 70. 70 puli bor odam biza Nexia olaman deb kelmaydi. hozirgi ham borda 70 ga Gentra. Bor endi. Buni bir o'tirib haydab ko'rsangiz bilasiz. Ahvolni. Gentradan ko'ra yaxshidir. Hammaniki o'ziga, oy ko'rinar ko'ziga. Bitta guring qilaman aka, savdoni o'ziga qo'yib beraman. O'ziga qo'yib beraman. 50 dan kamga kelisha olamizmi? Nima deydi? Nima bo'ladi? Radnoy 1.6 luks kondisionerlarni ham aka patolog 50 gacha olib qolamiz. 50 gacha. Shuning uchun savdoni o'zizga qo'yib beraman deganim, siz ancha baland aytyapsizki, qani o'zingiz bir insof sari qancha o'tib bera olasiz 50 dan? Bilmadim. To'g'ri kelsa beramiz. Savdomiz. Bir mart guring qilsam, endi mendan yoshingiz katta aka. Maydalashmay bitta guring qilsam, dalga-dal kela olasizmi? Ko'ramizmi? Ha? To'g'ri kelsa beramiz. Bo'ladi desangiz, mayda shuyda qilmayman, lekin boshqa qo'shisham yo'q. Shuning uchun aytdim. Maydalashmay birdan bo'ladiganini so'rayman dedim. Bo'ladi desangiz 45 million so'm beraman, olib qolaman. Kam. Kami qolmadi. Zo'r pul so'radim. Holatni ko'ramiz. Holati uchun so'radim. Xarajat qilmaydi. Minadi faqat bo'ladi. Bo'ldi. O'tiradi. Mashina o'z nomingizda. O'zimda. Generalni chiqadi. Yo'q, nomni o'tkazib olsin. Nomi o'tkazib olsin. U aka 55 million degan. Endi davrimiz kim kelmaydi. O'zi nomni o'tkazib olsin birdan. Nimadan misol uchun sizdan qiynaydigan narsasi nima davringiz bersangiz? Yo'q, davrini ham beraman. Endi o'tkazib olsa o'ziga yaxshi-da. O'tkazib olsa o'zi yaxshi. Misol uchun hozir imkoniyati yo'q bo'lishi mumkin. Hozir bilib turibsiz. 9 million so'm ketib qoladi. 8,5-9 million so'm ketib qoladi olsa. Bilaman degan odam nomni o'tkazib olsa yaxshi-da. Men o'zim misol uchun mashina olsam nomga o'tkazib olaman. Qarang, bunday qilamiz. Hamma to'g'ri aytib, sizda odamlar ham bor. O'zi 10 millionga mashina olsa ham 8 million so'm xarajat qilib nomga o'tkaziladigan odamlar ham bor aka. Ha, agar savdogar olib sotar oladigan bo'lsa, mayli davrimiz beramiz. Yo'q, unday savdogarga bermaymiz mashinamizni. Bir dehqonga beramiz, maza qilib minsin. Maza qilib minsin aka. O'sha dehqon ham general davringiz qilsa ham aka, boyagi ba'zi shtraflarni o'zi boradigan qilib qo'yamiz. Unga ham ko'ramiz. Endi buni ayting. O'zingiz ayting. 50 dan necha pul o'tib berasiz? So'ra oling, to'g'ri kelsa beramiz. So'radimmi? 45 million so'm so'radim. Yo'q, bo'lmaydi. To'g'ri kelmaydi. O'zi o'rtamizga hech narsa qolmadi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Necha pul bo'lsa to'g'ri keladi. Ancha bor. Qarang, men bo'ladigan qilib so'rayman dedim-ki, endi siz ham oxirini ayting qani, sizdan ham bir eshitay qani. Oxirgi tochkasini ayting qani. 68 dan oxir. Siz hali Surxondaryoga yuribsiz. Endi mashinada ham holatini, svejligini. Men sizni Qashqadaryodan qidiryapmanki. Mashinada ham holatini ko'ring. Menga odam barakat topadi, rahmat aytadi. Mashina zo'r akajon. Bitta joyda muammosi yo'q. Mashina zo'r, Faqat minadi. lekin juda baland Yana aytyapsiz. 10 yil minadi. Ya 10 yil emas aka. O'sha 70-yil yurgan Jigullar yuribdi hali. Yo'q, hech narsa tegizmay minadi, akkurat minsa. Qarang, buni oxir necha pul qilib berishingizni ayting, men olmasam shahadagilar bir aytib ko'ray, kimgadir yoqqan bo'lsa mashinangiz, o'zingiz gaplashaverasiz. Faqat yaqinroq qilib aytiladigan qilib ayting aka. 68 yomon narx emas. Yo'q, yomon narx emas, juda baland narx aka. Juda degan joyi ham bor. Shuning uchun kelishtirib biror narx aytsangiz aytaman aka. Yuraveradigan oladi. Olmishlar deb bir aytib ko'raymi aka? Ya aytib ko'raymi, bir sizga ma'qul bo'lsa bir olmish deb ham aytib ko'raman. Unday odam qiyin bo'lsa kerakda, yana ham bir chiqmagan jondan umid deydi-ku. Aytib ko'raymi aka? Bilmadim, siz bilasiz o'zi. Yo'q, akajon, mulk sizniki. Aytib ko'ring. Mayli, menga ma'qul keladi o'sha narx desangiz aytib ko'raman. Sizni oldingizdan o'tmas, men ham biror nima deya olmayman. Aytib ko'ring. Yaxshi mashina, svej mashina. Probegan qancha dedingiz? 230. 230 ming a? Akalar ko'ringlar, agar kimgadir yoqqan bo'lsa bu Nexia 2016-yil general davrini chiqadi. 1.6 luks kondisioner. Bitta mana shu kirilo kesib qo'yilgan, yangi qo'yilgan, qolgan joyi yaxshi, 2 kurik yurgan.
Ha, salon Misarovka prostoy variant. Bular lekin oldi orqalari butun, yaxshi turibdi mashin. 60 million bo'lsa beraman deyaptilar. Yana ham aka kelishtirib beradilar. Yana ham kelishtirib beradilar. Agar kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa ko'ringlar akalar. Bitta ko'rib chiqing aytasiz. Salondan o'zarsiz o'rgansizlarmi aka? Qayerda kraskasi bu? Ana shu kril orqa kril. Kraskasi bor. Bu qo'lga hamma joy uradimi? Eshiklarchi? Eshiklarga ham hech qayerga yo'q. Qirilgan, chizilgan joy lekin radmi. Kraska degan joy shu old krillar orqa kril. Biklasi ham vakuum. İçiga o'tmagan. Daraxt. Kosonnami sizniki? Yo'q, Buxorodan. Buxorodan. O'zlaringiz nomlaringizda general daviniz chiqadi, aka? Ha, chiqadi. Nech bilyapsiz, akajon? Endi aka Buxoroga chiqarganman o'g'il bozor. She'rni bir tavsiya berdi, she'rga keldim. Buxorodan ham ko'p mashina olib qolamiz. Juda ko'pchilik kelyapti, hammani xudo xolasa norozi qilmay shu mashinani olib qolamiz. Siz ham xudo xolasa dadam oladi. general davlat chiqadi. Ha, chiqadi. siz ham qochirmay kelishtirib narx aytsangiz, birdan kelishtirib so'rayman aka. Endi aka joyga joy so'raman. Agar chiroyli qilib olsangiz she'rdan olaman-da. Qarang, bitta narsada barterga ko'pchilik adashadigan joyi bo'ladi-da. Sizda mashinangiz, misol uchun bitta mashina tanlaysiz, to'g'rimi? Bitta mashina tanlaysiz. Men sizni mashinangizni hisoblab olyapman deb, u mashinani balandroq qilib bermayman. O'tiladigan joyi bo'lsa, narxidan o'tib beraman. Nabarot. Ko'pchilik u 100 millionlik mashinani 120 million qiladi, sizni mashinangizni 10 million so'm baland qilib olib qolasiz. Siz bunga xayolingiz ketadi. Ha, men bu mashinani baland sotdim deb-da. Конечно, hammani aldaydigan, chalg'itadigan joyi o'sha. O'shani siz aldashib qolmang, men ikki tarozini ham bir xil ushlayman. O'shanga qarab narx ayting, kelishtirib ayting, bo'ladigan bo'lsa olib qolaman aka. Endi agar narxdan ko'rurman, shu 807 ming shu atrofida. Bizada so'mda aka. So'mdami? Ha. Endi qancha bo'ladi? Ha, mikrofon ichiring. 80 ta. Hozir siz nimani narxini urasiz? Dollar narx bilan urgan. Prosta 7000 dollarda o'zingiz uchun so'mga necha pul bo'lishini urib oldingizmi? Endi Kobultda ham urib oling, qancha pul bo'ladi? Endi aka boshim bir qo'y. Nimasi yo'q. Men aka pulni haydayman deb, uni 2 oy bo'lgan olmaysan qilib qo'yman aka. Motor ichiga olmaganchilik yo'q. Pulni padushka, 3 ta padushka pulni ham qo'ygan. Kansani bir yomlab, 2 oy bo'lgan yo'q-da aka. Men to'g'risi 2 oy bo'lgan yo'q. Pastda 20 million ichiga pul tiqaman bunga. Har 2 oygami? Yo'q, shu 2 oyning ichiga-da. Ha, 2 oyning ichigami? Endi haydayman deb o'tirdim. Endi salondan olgansizki, salondan olgansiz, haydagansiz, siz o'sha narsalarni ketkizgansiz, shuning uchun xarajat qilgansiz. Ha. Texnikaga ham qarashsa yuriydi. Texnikaga ham mehr bersangiz, qarashsangiz yuriydi. Siz o'sha narsalargacha olib borgansiz, o'sha xarajatni qilgansiz, o'zingiz uchun qilgansiz aka. Hozir aytadigan xarajat. Xarajatni qarang. Men deb xarajat qilmay o'sha tursa ham bo'ladi aka. Ha. Endi qaralgan aka, mehr berilgan, shunga kamchilik yo'q aka. Ana shu qilgan xarajatingiz uchun bilasizmi, bir gap eshitasiz. Nima gap eshitasiz, bilasizmi? Nima gap? Olgan odamdan rahmat eshitasiz. Endi aka, olgan odam ham tushunib bo'lsa yaxshi bo'ladi aka. Tushuna oladi. Qarang. O'shancha joydan Qilgan xarajatni aytmaymiz. Qilgan xarajatni aytmaymiz. Bu xarajatni men ham qilsam o'zim uchun qilaman, siz ham texnika uchun o'zingiz uchun qilasiz aka. Bu xarajatini hisoblasak, texnika minmasligimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun buni kelishtirib narxini ayting. Hozir siz aytadigan narx to'g'risi 20 larni pulini aytyapsiz. 19, 20 Kobultdan pulini aytyapsiz. 19-20 Kobultdan narxini aka shu qo'ygan bo'lsangiz ham bilasiz-ku narxini. Instagram kuzatib bormaysizmi? Ko'raman. Ko'rib borasizmi? 19-20 larni ko'rib borasiz, necha pulga olinadigan? Aka 3 kun yurgan 50% kraskasi bor emas-da aka. Ha. Qo'shim. To'g'ri, bitta Krilosa kraskasi bor edi, kecha olingan 2020. To'g'ri aytyapsiz. 86 million olingan. Sizniki hozir necha pul bo'ldi so'mga? 84 million.
2 million baka agar Sizniki ikkita detalli kraskasi bor. Shuna. To'g'ri aytyapsiz akajon. Qarang, ismingiz nima edi? Aslida. Nima ish qilasizda? Ular shu davlat ishi. Ha? Davlat ishi. Nima ish, misol uchun? Davlat ishida. Davlat ishi. yurimiz. Davlat ishida. Chellarga Sizni ishingizda men tushunmayman akajon. Endi sizga buni tushuntiradiganim sababi bu narxini ancha baland etib qo'yganingiz uchun men shuni ichiga yurganim uchun sizga tushuntiraman. Shuning uchun kelishtirib ayting, men savdo qilib ko'ray aka. To'g'ri, men buni olgunizcha men sizga bir so'm pul bermaganman. Lekin hozirgi narx-navo ancha taylagan. Lekin qanday narxim o'ziz Behruz aka qayerga kraska ko'rdingiz? Ikkita kirlar ham, mana shu bittacha bor ekan. Tepa, qolgan joyi toza. Bu yerda ham bilasizmi? yo'q, lekin qaysi o'rtasi bor? Stokacha bor ekan. Ko'rinib turibdi o'zi. 2013 yurgani qancha dedingiz? 2 kerak. 2 oltida. 2 kerak.